Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan savolga, ya'ni uzun marketda o'z-o'zini band qilgan holda ham savdo qilsa bo'ladimi degan savolga O'zbekiston qonun hujjatlari asosida javob beramiz. Shu va shunga o'xshash qiziq mavzudagi videolarni o'tkazib bormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling va albatta do'stlaringizga ulashing. Qani endi videoni boshladik. Haqiqatda ijtimoiy tarmoqlarda o'z-o'zini band qilish orqali uzun marketda savdo qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi degan videolar, shunga o'xshash savollar juda ko'p muhokama bo'lmoqda. Biz bunga amaliy O'zbekiston qonun hujjatlari asosida javob beramiz. Qani boshladik. Ko'rib turganingizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi PFL farmoniga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab o'z-o'zini band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyatlar, ishlar, xizmatlar turlari ro'yxati keltirilgan. Bu yerda umumiy 72 ta faoliyat turi bor. Bular orasida bizga eng muhimi marketplace'larda savdo qilish, ya'ni xususan uzun marketda ham. Biz ko'radigan bo'lsak, 33-sida elektron savdo maydonchasida tovarlarni, ishlarni, xizmatlarni chakana sotish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish. Elektron savdo maydonchasi degani bu marketplace, ya'ni bunga uzun market, Yandex Market, Azon, shunga o'xshash platformalar kiradi. Biz ko'rdik, O'zbekiston Respublikasi Prezident farmoniga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan o'z-o'zini band qilgan holda ham uzun marketda savdo qilsa bo'lar ekan. Buni O'zbekiston Prezidenti aytyapti. Bizga soliqchilar bilan bog'langaningizda shunaqa muammo bo'lsa, yo'q deyishsa, ana shu hujjatni ko'rsatsangiz, ular ham shuni tasdiqlaydi. Faqatgina bu yerda bir ochiq masala bor. Uzun marketda faqat o'z qo'l mehnatingiz bilan tayyorlagan mahsulotlarni sotish mumkinmi yoki umumiy bozordan olib sotsa ham bo'ladimi degan savol ochiq. Bu haqida ma'lumot hech qayerda, hech qaysi hujjatda yo'q. O'zbekiston Respublikasi tasdiqlangan hech qanaqa hujjat yo'q. Men buni boshdan oxirigacha qidirib ko'rganman, lekin yo'q. Haqiqatda bunaqa ma'lumot yo'q. Lekin bizni uzun marketda o'z-o'zini band qilgan olib ishlashga undaydigan yana bir narsa bor. Aynan bu narsaga hech qanaqa taqqam yo'q. Bu nima degani? Siz bozordan olib, uzun market savdo bozordan tovar olib, masalan, kiyim-kechak olib, uzun market sota olmaysiz degan hech qanaqa taqiq yo'q. Qonunda taqiq yo'q. Demak, ishlasangiz bo'ladi. Yana bu savolga aniq ma'lumot olish uchun bu haqda O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi kol markazi bilan bog'landim va ular aytishdiki, mumkin emas deyishdi. Haqiqatda mumkin emas deyishdi. Chunki ularning yetarli ma'lumotlari yo'q ekan bu haqida. Aynan shu qonun haqida ma'lumotlari yo'q ekan. Keyin men o'sha 2025-yildagi 19-martdagi PFL o'sha farmonni, prezident farmonini ko'rib aytsam, haqiqatdan bo'lar ekan deb javob berishdi. Bundan ko'rinib turibdiki, siz hozirda uzun marketda o'z-o'zini band qilgan holda ham savdo qilsangiz bo'ladi. Bu nima ustunligi bor? Bu bizga nima uchun kerak? Siz hozir aksiya bilan savdo qilayotgan bo'lsangiz, har oy 412 ming so'm, sentyabrdan boshlab 440 ming so'm ijtimoiy soliq to'laysiz. Bu majburiy. O'zingiz band qilsangiz esa to'lamaysiz. Faqatgina shu ish staji ketish uchun, pensiyada qanaqadir yordam berish uchun bir marta to'lasangiz kifoya. 1 yilda bir marta. Endi biz bila oldik, O'zbekiston qonun hujjatlari asosida haqiqatdan uzun marketda o'z-o'zini band qilgan holda ham savdo qilish mumkinligini. Endi qanday qilib o'zimizni band qilsak bo'ladi? O'z-o'zimizni band qilsak bo'ladi. Buni eng oson yo'li soliq ilovada o'z-o'zini band qilsangiz bo'ladi. Bu tekin, oddiy o'z uyingizda turib ham qilsangiz bo'ladi va biz pastda
bu videodan keyin aynan shu videosini qoldiramiz. Barchaga assalomu alaykum. Biz hozir qanday qilib o'zini o'zi band qilishni eng oson yo'lini ko'rib chiqamiz. Biz bu uchun bizga soliq ilovasi kerak bo'ladi va kirganimizdan keyin soliq ilovaga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bundan keyin esa pastdan o'ng tomonda xizmatlari bo'limiga kiramiz va pastroqqa tushamiz. Ko'rib turibsiz, umumiy xizmatlar bo'linmasida kategoriyasida o'zimiz band qilish degan joy bor. Shunga kiramiz va davom etishni bosamiz. Davom etish bosganimizdan keyin bizga SMS kod keladi va buni kiritishimiz kerak 1 daqiqa ichida. Va biz buni kiritamiz. Va keyin tasdiqlashni bosamiz. Va eng asosiy joyga keldik. Bu yerda adashmasligimiz kerak. Eng avvalo faoliyat turini tanlaymiz. Bizga kerak marketplace'larda savdo qilish bo'yicha. Bu 66-sida turgan bo'ladi. 66-bo'limda elektron savdo maydonchasida tovarlarni, ishlar, xizmatlarni chakana sotish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish. Aynan shu kerak bizga. Tanlaymiz. Va qayerda ishlayotgan bo'lsak, shuni tanlaymiz. Biz o'zimiz manzilni tanlaymiz hozir. O'ljal Index tanlaymiz. Va joylashuvni bosamiz va ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Va ozgina kutamiz. Biz oldin buni qilganimiz uchun shunaqa yozuv chiqdi. Biz bilib oldik, O'zbekiston hududida Uzum marketda o'z-o'zini band qilgan holda ham savdo qilish mumkinligini va o'zimiz mobil ilovada telefon orqali qanday qilib o'zimizni band qilishimiz mumkinligini bilib oldik. Endi biz endi Uzum marketda o'zimiz band qilgan holda qanday ro'yxatdan o'tamiz? Biz Seller Uzumga kiramiz va bizda nomerdan ro'yxatdan o'tamiz. Bu nomerdan ro'yxatga o'tishni ko'rsatmayman. Bu hamma biladi, oddiy. Va bu yerda biz ism familiyamizni yozamiz. Masalan, hamma o'zini ism familiyasini yozadi. Va qo'shimcha raqamni yozamiz. Va davom etish qilamiz. Bu yerda so'raydi. O'z-o'zini band qiluvchi shaxs rekvizitlari. Bu yerda biz belgilaymiz. Bu nima degani? Hozir oldingi ekranda kiritgan ma'lumotlarimizni bu yerda ham o'zi kiritib beryapti. Va biz bu yerda pasport seriyamizni kiritamiz. Endi bu yerda JSHRni kiritamiz. Bu yerda bizdan ro'yxatdan o'tish guvohnoma raqamini so'raydi. Odatda 6 talik, 7 talik bo'ladi, 6 talik bo'ladi va biz buni yozamiz. Va tug'ilgan sanamiz ham qolib ketmasligi kerak. So'ralgan ma'lumotlar hammasi kiritiladi va hozir kirita olsak, so'ralgan ma'lumotlarni kiritamiz va o'z-o'zini band qilish qiluvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish guvohnomasini shu yerda yuklaymiz. Bizda hozir aynan guvohnoma yuklab olmaganim uchun bor narsani yuklab qo'yamiz keyingi oynaga o'tish uchun va pasport rasmini ham yuklaymiz. O'zingizni pasport rasmingiz bo'lishi kerak albatta. Bu yerda aynan sizlarga ko'rsatish maqsadida shunchaki bitta fayl yukladim xolos. Va davom etish qilamiz va bizda eng muhim joyi hisob raqam. Hisob raqam
nomiga xohlaganimiz yozamiz. Masalan, men ism yozib qo'yaman va hisob raqam yozish degan joyga bizdan so'raydi 20206 bilan boshlanuvchi hisob raqam, 20 talik raqam. Buni bankka borsangiz, tushuntirsangiz, uzun marketda savdo qilish uchun menga shunaqa raqam kerak, hisob raqam kerak desangiz olib beradi. Lekin siz bormasangiz ham bo'ladi. Buni eng oson yo'lini men sizga o'rgataman. Uzun market ilovasini, uzun bank ilovasini ochasiz. Menimcha 90% yoki balkim hammada uzun bank kartasi bor. O'sha uzun bank ilovasini ochasiz. O'sha kartani pastda hisob raqam ochish degan joyi bo'ladi. O'sha yerda kirsangiz, hisob raqam ochish degan bo'limga kirib hisob raqam ochsangiz, aynan 20206 bilan boshlanuvchi so'mda va dollar valyutasida sizga hisob raqam ochib beradi. Bu yerga aynan so'mda ochilgan hisob raqamni yozamiz. Masalan, quyidagicha. Va shu. Va uzun bank MFO'sini yozamiz. Adashmasam, uzun bank MFO'si masalan shuni yozib qo'yamiz. Aynan uzun bank ilovasiga kirsangiz, MFO raqami ham yozilgan bo'ladi. Aynan shuni kiritishimiz kerak va davom etish qilamiz. Va bizda eng muhim joyi komissioner sifatida o'zimizni qo'shishimiz. O'zi komissioner nima degani? Bu biz, ya'ni o'z-o'zi band qilgan shaxs va uzun market o'rtasida shartnoma. Bu masalan siz uzun marketda tovar sotasiz va sizni sotgan tovaringizdan, o'sha sotuvingizdan, pulingizdan foiz oladi, komissiya oladi. Aynan shunga rozilik sifatida siz soliq saytlari orqali uzun marketni komissioner sifatida qo'shishingiz kerak bo'ladi. Va biz buni keyingi videolarimizda o'rgatamiz. Siz bizga obuna bo'ling, like bosing, do'stlaringizga ulashing va kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring. Sizni har bitta bildirgan ijobiy fikringiz, bosgan laykingiz va do'stlaringizga ulashganingiz bizni keyingi videolarimizni qilishimiz uchun, sizga ko'proq bu haqda ma'lumot berishimiz uchun yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.